Tug'ruq vaqtida nima sodir bo'ladi? Tug'ruqdan bir necha hafta oldin organizmni bo'lajak voqeaga tayyorlaydigan gormonlar ajralib chiqadi. Bachadonning eng pastki tor qismi, ya'ni bachadon bo'yni, yumshoqroq va tekisroq bo'lib qoladi. Bola tayyor bo'lganda, u tug'ruq jarayonini boshlaydi va biz yengil, tartibsiz qisqarishlarni his qila boshlaymiz. Shilliq tiqin chiqishi mumkin. U bolachani infeksiyalardan himoya qilib turgan edi. Bolaning butun vaqt davomida ichida bo'lgan homila suvlari ham oqib chiqishi mumkin. Bu tug'ruq bosqichi latent bosqich deb ataladi. U tartibsiz qisqarishlar boshlanganidan boshlab bachadon bo'yni 3-4 sm ochirguncha davom etadi. Bu bosqich yetarlicha uzoq davom etadi, 5-7 soat. Odatda ayolning o'zi ham aniq bilmaydi, bu tug'ruqmi yoki yo'q. Agar ona va bolada hammasi joyida bo'lsa, bu davrda tug'ruqxonada bo'lishning hech qanday zarurati yo'q. Bachadon bo'yni tekislanib, ochila boshlaganda sezgilar ancha kuchliroq bo'ladi. Ular aniq bir ritmga ega bo'ladi. Faol tug'ruq bosqichi boshlanadi. Bu paytda to'lg'oqlar birin-ketin to'lqin kabi keladi. Har biri avvalgidan kuchliroq va uzoqroq bo'ladi. Ularning orasidagi intervallar esa qisqaradi. Odatda bu bosqichda endi bu albatta tug'ruq ekani haqida hech qanday shubha qolmaydi. Bachadon bo'yni to'liq ochilganda va bola tug'ruq yo'li bo'ylab harakatlana boshlaganda kuchlanish bosqichi boshlanadi. Aynan shu paytda onaga kuchlanish istagi keladi. Bola boshi butun kun bo'ylab o'tgach, jinsiy yoriqda ko'rina boshlaydi va bir necha marta kuchlanishdan so'ng oralikda olov halqasi hissi paydo bo'ladi. Bu vaqtda juda kuchli kuchlanish istagi va hammasini tezroq tugatish xohishi paydo bo'ladi. Lekin aynan shu paytda akusher aytgan gaplarni diqqat bilan eshitish va u aytgandek nafas olish juda muhim. Avvaliga chaqaloqning boshi tugiladi, keyingi itarishda esa u butunlay dunyoga keladi. Eng oxirida esa faqatgina bola bachadonda birikkan joyi, yo'ldosh, plasenta ni tugish qoladi. Bu ham tugagach, bemalol nafas olishingiz mumkin. Tug'ruq ortda qoldi.